حرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh Muallim soni kitobi bo'yicha kaf harfiga kelib to'xtagandik. Kaf harfini bugun sizlar bilan inshaalloh tanishamiz. Demak, darsimiz odatdagidek yozma ravishda bo'ladi. Men muallim sondagi kaf harfini yozib sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlar ham qo'llaringizga ruchka daftar olishni unutmang. Men bilan birga yozib boring. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, yozishni boshlaymiz. Kaf harfi. Demak, kaf harfi so'z boshida kelishligi xuddi dal harf, dal harfni ustiga bir chizcha qo'yamiz. Demak, kaf harfning bu boshida kelishlik, ya'ni so'z boshida kelishligi, kaf harfining so'z o'rtasida kelishligi, kaf harfining so'z oxirida kelishligi. Kaf harfining so'z oxirida kelishligi. Endi kaf harfi bu shaklda ham yoziladi. Alif va bu yog'i ba ko'rinishda. O'rtada bu alomati bor. Bu ham kaf harf va kaf su'baniya bor. Bu ham kaf. Hozir bizda muallim soni kitobimizda mana shu kaf ham yozilgan. Bu shaklda to'g'ri boramiz va to'g'ri burilamiz. Bu kaf ham yozilgan. Demak, harakat qo'yamiz. Kaf harfiga fatha qo'yamiz. Ka bo'ladi. Kaf harfiga kasra qo'yamiz. Ki bo'ladi. Kaf harfiga domma qo'yamiz. Ku bo'ladi. Demak, ka, ki, ku. Endi kam bu shaklda va mim harfini yozamiz. Kaf va mim. Bunga harakat qo'yamiz. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ustiga fatha qo'ysak ka va mim harfimiz esa sukunlik. Sukunlik. Demak, kam deb o'qilinadi. Ikkinchisi esa xuddi shu shakl. Yana mim harfini yozamiz. Harfini bu chiziqni qo'yamiz. Kafni ustiga domma qo'yamiz. Ku, mim harfimiz esa sukunlik. Sukunlik yumaloq ravishda ham bo'ladi. Qur'oni Karimda ko'proq bu sukun, mana bu shaklda sukun qo'yilgan. Bu shaklda sukun qo'yilgan. Bu ham bo'laveradi. Demak, kaf, domma, ku, mimimiz sukunlik, kum. Endi esa yana kaf va mim, nun harfi, mana arabcha bir harf va so'ngra kasasini qilamiz. Mana. Demak, kaf harfimiz dommalik. Nun harfimiz esa sukunlik. Demak, nima deb o'qiymiz? Kun. Kay. Kaf harfimiz va ya harfimiz. Demak, kaf harfimiz fathalik. Fatha qo'yamiz. Va ya harfimiz esa sukunlik. Qanday o'qilinadi jumla o'qiganda? Hammasini qo'shib o'qiymiz. Kay. Bakru. Ba harf. Bak. Ru. Harakat qo'yib, endi ba'da alomatini qo'yamiz. Agar ustiga qo'ysak ba, agar ustiga qo'ysak na bo'ladi. Xuddi shu harfning ostiga ikkita qo'ysak ya bo'ladi. Demak, harakatlarni qo'yamiz. Ba'da ustida fatha, ba, ka harfimiz sukunlik, bak. Ro harfimiz esa dommalik.
Dommalik. Endi birgalashib o'qiymiz. Ba fatha, ba kemiz sukunlik, bak ru, bakru. Biz bu darslarimiz arab alifbosini bilmaydigan, o'qishni bilmaydiganlarga xos. Shuning uchun ham juda ham bir maydalanib ketyapti. Demak, undan keyingisi makru mim harfini yozamiz. Mak va ro harfini yozamiz. Harakat qo'yib, harakatlarni qo'yib birga o'qiymiz. Mim harfimiz fathalik, ma, kaf harfimiz esa sukunlik, mak, ro harfimiz esa dommalik. Demak, makru, makru. Karmu. Endi kamiz bu shaklda yozilinadi. To'g'ri boramiz. Qaytamiz. Mak, kar, ro harfini yozamiz. Ro harfini yozamiz va mim harfini yozamiz. Endi harakat qo'yib, harakatlarni qo'yib birgalikda o'qiymiz. Demak, kaf harfimiz fathalik, ka, ro harfimizchi sukunlik, sukunlik, kar, mim harfimiz dommalik. Dommalik. Ana. Demak, birga o'qisak, karmu, karmu. Kanzu. Yana ka harfimiz kaful, kaf thu'baniya. Demak, karmu, kanzu. Nun harfini yozamiz va za harfini yozamiz. Demak, nun harfida ustida bitta nuqta, za harfida ham bitta nuqta. Harakatlarni qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ka harfimiz fathalik, ka. Nun harfimizchi sukunlik, kan. Za harfimiz dommalik. Demak, birgalikda o'qisak, kanzu, kanzu. Ta harfi va ro harf, ta harf va ro harf va kaf harf. Mana alif va bu yog'i ba. Bu yoqda sharoki bor. Demak, ta, ro, ke. Endi bunga harakat qo'yamiz. Harakat qo'yamiz. Ta harfimiz fathalik, ta, ro harfimiz esa sukunlik, tar, kaf harfimiz dommalik. Tarku, tarku. Kataba. Kaf harfi, ta harfi va ba harf. Mana. Kaf harfimiz fathalik, ka. Ta harfimiz fathalik, ka, ta. Ba harfimiz ham ka, fathalik. Demak, kataba, kataba, kataba. Yaktubu. Demak, shakllarini qo'yamiz. Yada ostida ikkita nuqtasi bor. Ta'da ustida nuqtasi bor. Ba'da esa ostida bitta nuqta bor. Harakat qo'yamiz. Ya, ka harfimiz sukunlik, kaf harfimiz sukunlik, yak. Ta harfimiz esa dommalik, yaktu. Ba harfimiz ham dommalik. Demak, yaktubu, yaktubu. Endi birgalikda o'qiymiz. Demak, ka, ki, ku, kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu. Bularni yozib oling. Men hozir bularni o'chirib, yana qolganini yozaman.
Demak, endi ta ro ka yozamiz. Ta harfi va ro. Ta harfining ustida ikkita nuqtasi bor va kaf harfi, kaf alif va bu yog'i ba. Demak, ta, ro, ki harflarini, kaf harflarini yozdik. Endi bunga harakat qo'yib o'qiymiz. Ta harfimiz fathalik ta. Ro harfimiz esa ham fathalik ta ro. Va kaf harfimiz ham fathalik. Demak, birga o'qisak taroka, taroka, taroka. Endi ya, yat, yat. Kaf harfini yozamiz. Mana. Demak, ya, ta, ro, kaf harflarini yozdik. Endi bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ya harfimiz fathalik ya, ta harfimiz sukunlik yat, ro harfimiz dommalik yat ru, kaf harfimiz ham dommalik. Demak, birgalashib o'qisak yatruku, yatruku. Katabtum. Demak, kaf su'baniya katab tum. Demak, kaf, ta, ba, ta, mim harflarini yozdik. Endi bunga alomatlarini qo'yib, harakatlarini qo'yib birgalashib o'qiymiz. Kaf harfimiz fathalik ka, ta harfimiz ham fathalik kata, ba harfimiz sukunlik katab, ta harfimiz dommalik katabtu, mim harfimiz esa sukunlik. Katabtum, katabtum. Amaraka yozamiz. Alif, hamza, fatha. A harfi va mim harfini yozamiz va ro harfini yozamiz va kaf harfini yozamiz. Demak, bunga harakatlarni qo'yib birga o'qiymiz. Demak, ma harfimiz fathalik, ro harfimiz ham fathalik, amaro, ka harfimiz ham fathalik. Demak, amaroka, amaroka. Endi esa amarotka deb yozamiz. Alif, hamza, fatha, mim, ro, ta va kaf harfini yozamiz. Ta. Endi harakatlarni qo'yib birgalikda o'qib ko'ramiz. Mim harfimiz fathalik, ama, ro harfimiz ham fathalik, amaro, ta harfimiz esa sukunlik, amarot, ka harfimiz fathalik. Birgalashib o'qisak amarotka, amarotka. Kuntu, kaf harfi, kaf su'baniya. Kun tu. Demak, kaf harfi dommalik, ku, nun harfimiz sukunlik, kun, ta harfimiz ham dommalik. Demak, kuntu, kuntu. Oxirgisi mumkin. Mim harfi va yana o'rtada kelgan mim harf, kaf harfini yozamiz va nun harfini yozamiz. Harakatlarni qo'yamiz. Mim harfimiz dommalik, ikkinchi mim harfimiz esa sukunlik, mum, va kaf harfimiz kasralik va nun harfimiz esa sukunlik. Birgalashib o'qisak hammasini mumkin, mumkin. Demak,
yana yozganlarimizni o'qiymiz. Taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Mana kaf harfini ham sizlar bilan bilib o'tdik. Bugungi darsimiz mana shu kaf harfi. Bugungi darsimizga mana shu yerda yakun yasaymiz. Yozganlaringizni bizga yuborishni unutmang. Har darsda yozib turib, ekranda turgan elektron pochtasiga yo'llang. Biz o'z munosabatimizni bildiramiz. Alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Qur'on tili, arab tilini yaxshi bilishlikni Alloh o'zi bizga nasib qilsin. Qur'oni Karimni to'g'ri o'qishlikni o'zi bizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.